To'satdan pitsa yegisi kelib qolganida xamir qorib, uni soatlab oshirib o'tirmasdan bir zumda juda ham mazali chiqadigan ushbu quyma xamirli pitsani tayyorlang. Demak, birinchi bo'lib nachinkalarni to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Nachinka sifatida o'zingizga yoqqan mahsulotlarni ishlatishingiz mumkin. Men dudlangan kolbasa, bulg'or qarampiri, cherri pomidor va zaytunlarni to'g'rab oldim. Juda ham mazali saralangan alikob zaytunlari pitsaga o'ziga xos ta'm berib, uni yanada mazali qilib beradi. Navbat xamiriga 2 dona tuxumga 300 gram qatiq, eskirib qolgan bo'lsa ham bo'ladi. 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz solib, hammasini birlashtirib olishimiz kerak. Endi eng asosiy ingrediyentimiz oliy navli 250 gram un hamda 2 choy qoshiq razrixli tellikdan o'tkazib, qumuqlari ketguncha xamirni aralashtirib olamiz. Mana shunaqa quyuq smetanaga o'xshash xamir bo'ldi. Buni pishiriq qog'oz ustiga qo'yib tekislab olamiz. Ketidan kech va to'g'rab olgan nachinkalarimizni birma-bir terib, oxirida 300 gram qirg'ichdan chiqarilgan mozzarella pishlog'ini sepib chiqamiz. Pitsamiz oldindan 200 darajada qizib turgan duxovkada taxminan 20 daqiqa pishiriladi. Mana quyma xamirli pitsamiz yarim soatga qolmasdan tayyor bo'ldi. Bu yog'iga mana maktabga otib bolajonlaringizga albatta tayyorlab bersanglar, maza qilib yeb olishadi.